Ya'ni bitta ulangan. Bitta ulasa ham bo'laveradimi, sinib ketadi. Hammalariga mana yaxshi ko'rinyapti. O'tgan yili payvand olgan, hozir ham payvandini ko'rishyapti. Gilos payvandi. Ko'p kanal obunachilari, gilos payvandlarimizni ham boshladik. Bugun 15-mart sanasida yine gilos payvandlarida obunachilar boshladik. Kanalda rivoji uchun layklarni bosib paslar. Bizni tanigan barcha obunachilarimizga, xorijda musofirchilik yurgan do'stlarimizga hammasiga alangali salomlar. Video zo'r chiqsa layk bosinglar. Qilib turgan ishlarimiz layk uchun emas. Agar sizlarga shu qilib turgan payvandlarimiz yoqsa, mushkullaringni oson qilsa, albatta layk bosinglar. Bo'lmasam layk uchun ish qilmaymiz. Faqat odamlar o'rganishi uchun demak, shu payvandlarni ko'rsatib boraman. Bugun asosan gilos payvandini qo'yib ko'rsataman. Vaqtim yetsa haliroq demak tutib payvandini ham. O'sha payvandlar boshlandi. Ko'p buni aytaman obunachilar sizlarga mana. Ya'ni sizlarga ko'rsataman. Gilosniki mana shunaqa ya'ni kurtegi qo'zg'algandan keyin payvand qilinadi. Ungacha payvand qilmanglar. Chunki qurib qolishi mumkin. Gilosga faqat amal kelganda payvand qilinadi. Sortimiz bor. Bu yerda mana real sortidan demak qalam chopib qo'yganman. Hozir mana shu real sortidan mana shunga solamiz va jarayonni o'zlaring kuzatib borasizlar. Marhamat, bo'lmasam kesishdan boshlaymiz. Mana shu joydan, yaxshi joydan kesib olamiz. Mana xo'sh, gilosimizni kesib oldik. Xo'p, tepasini tozalab olamiz. O'tgan yili ko'p obunachilarimiz aytgan, ya'ni bitta gilosga nechtagacha solsa bo'ladi deb. Bugun mana shu gilosga nechta sig'sa o'shancha solamiz. 5 ta sig'adimi, 6 ta sig'adimi? Mana. Sovoldik. Mana tepalarini tozalab qo'ydik. Obunachilar endi ko'rib tomosha qilib turasizlar. Ortiqcha qo'zg'alarni olib tashlaymiz, chunki xalaqit qilishi mumkin. Mana. Bo'ldi. Mana qo'limizda qalamchamiz bor. Qalamchamizni yaxshi kurtali joyidan demak kesib olamiz. Mana. Tekis joyini tanlab turib, buni ochib olamiz. Bizga mana shu tomoni sal tekisroq ekan. Bu tomondan ham olib tashlaymiz. Mana shu holatda bo'ladi. Eng muhim jarayon, ya'ni obunachilar, mana bu yerdan qo'zg'ag'imizni qalinligi taxminiy hisobda 3 mm. Mana shu joydan mana 2 mm joyini olib tashlaymiz. Ya'ni mana shu holatda mana. Yonidan olib tashlaymiz. Ya'ni qo'zg'ag'ini ochamiz.
kesdik. Shu joyini o'lchab olamiz. Mana bo'ldi. Orasini ochib olamiz. Mana qovuq bersa o'zi mana shu holatda beradi mana obunachilar. Qovuq bergan jarayoni ortiqchasini olib tashlaymiz bu yerdan hozir. Orasini bir tozalab olamiz. Mana shu joyimizga buni solamiz. Mana bo'ldi. Mana hozir birinchisini solib bo'ldik. Xullas, mana shu holatda demak dalchi so'maraveramiz. Nechtasi qilsa hammasiga solamiz. Orqasidan olib tashlaymiz. Buni qilishga sabab bu maka qoqib turganlaringda demak osonroq kirib borish uchun iskana payvand yo'lga o'xshagan narsa. Yonidan olamiz. Bu yonidan ham olamiz. Mana shu holatda oldik. Hozircha bu yerda mana bitta, ikkita kurtegimiz bor. Bu kurtegimiz ketib yaxshi emas. Olib tashladik. 3 ta kurteg qolyapti. Orasini tozalab tashlaymiz. Mana. Qoqib qo'ydik buni ham. Hop, sizlarga yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Hozir endi yaqinlashtirib ko'rsataman sizlarga obunachilar.
Mana shu joyga bindigimizni qoqib qo'yamiz. Bo'ldi. Hop, endi bitta xullas kalomga 6 ta demak sosik bo'lar ekan. Hop, jami bo'ldi mana 6 ta kurtka soldik. Endi buni bekitamiz. Bekitish jarayoni ya'ni qachon olish kerakligini bu ko'klagandan keyin yaxshilab ko'klab, keyingi yilga ko'klab, mana bu yil ko'klaydi. Undan keyingi yilga yana qaytadan kattaroq bo'lib ko'klaganda, ya'ni keyingi turgan paytda hamma salafallar olib tashaladi. Bo'ldi. Endi kerakli joydan kurtkani qo'yamiz. Beradi. Uni o'rniga shunaqa loydan solib qo'ysak ham bo'laveradi. Bekitishning imkoni yo'q. Chunki nimamiz ko'p bu yerda. Bo'ldi. Algara bekitamiz. Hop, falga qachon olib tashaladi deyilgan savol bo'lyapti. Falgani olib tashlash payti bu bugun 15 bo'lsa, mayda 1-chислоlarda, demak falgani olib tashlasalar ham bo'laveradi. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar.
lak uchun emas, faqat insonlar o'rganish uchun, bilgan narsamizni, shu bilgan narsamni YouTube'da demak sizlarga taqdim etayotganim uchun, o'zimni bilgan narsalarimni sizlarga o'rgatayotganim uchun, men to'g'risi juda ham xursandman. Shu narsalarni bilganim uchun ham juda ham xursandman. Sizlarga o'rgatib turganim uchun ham xursandman. Like bosish, bosmaslik bu sizlarning o'zlaringning ixtiyorlaringda. Faqat mana shu qilingan ishlardan oziq olsalaring bo'ldi. Xudo xohlasa, videoni yana qaytadan YouTube'dan ko'chirib olib, buni montaj qilib, katta video sifatida xudo xohlasa taqdim etaman. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan Shuhratjon Agrouz bo'ldi. Xudo xohlasa natijalarini ko'rsataman. Hozir o'tgan yilga, ya'ni hozir natijasini ko'rsatib o'tib ketaman. Ya'ni 870 ming prosmotr ko'rgan gilos payvandni hozir ham kuniga 15 ming prosmotr ko'ryapti. Hozir xuddi o'sha narsani, gilos payvandini ko'rsatib o'tib ketaman. Xuddi shu tartibda ulangan. Ketdik. Hop. Tomondan yuramiz. Hop, mana obunachilar, mana shu holat o'tgan yili ulangan. Ya'ni bitta ulangan. Bitta ulasa ham bo'laveradimi, sinib ketadi, kimdir u deydi, kimdir bu deydi, xullas mayli. Mana shu o'tgan yili payvand bo'lgan. Hammalaringga mana yaxshi ko'rinyapti. O'tgan yili payvand bo'lgan, hozir ham payvandini ko'rishyapti, gilos payvandi. Mana. Hali salafanni olib tashamaganman. Xudo xohlasa buni may oylarida olib tashlayman. Undan tashqari mana bu yerga yana bitta ulab qo'yganman. Bunisini ham salafani turibdi mana. Bu ham mana ko'kargan holat. Videoni kirib topib ko'ringlar. Bu videoni ko'rgan bo'lsalaring ham kerak. Qanday ulanish jarayonlari 100% ko'rsatganman. Mana o'sha tutgan holati. Kimdir 99% tutmaydi degan, lekin mana shu tutgan holati. Mana. Bu yilda mana shu holat, mana ko'rib turgan holatlaring bu kengayadi. Bu to'liq bitib ketishi yarmiga kelsa, 2 yilda to'liq bitib ketadi, sinmaydi. Sinib ketadi degan narsa bu noto'g'ri. Hammalaringga rahmat, salomat bo'linglar.